Boshqa hadislarda da kela, aytik shuluq agarda Buxoriyni ochsangiz 544-hadisdan boshlanib 551, 555-hadisga qadar shu ikindi namozining vaqtlari to'g'risida hadislar kela. Ham ul hadislarga da qarasak, Payg'ambarimiz boshqa hadislarga qarasak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikindini boshida o'qiy turgan bo'lgan. Boshida sahobalar ikindini boshida o'qiy turgan bo'lganlar, ya'ni qaysi vaqtda har bir narsaning ko'lagasi shu ul tushgan narsa uzunligida bo'lganda. Angladingizmi? Yarar. Bugungi kunda bizning yoqlarda ikindini masjidlarda so'nga qolib azon aytadilar. Ya'ni boshida tugul, boshqa vaqtda aytadilar. Ikkinchi ko'lagada aytadilar. Maşallah. Bizga nishlarga? Shu turgan kishilarga nishlarga? To'yib, biz sizning bilan hadisning boshida aytdik, chunki er kishilarga namozni masjidga borib o'qish kerak, jamoat bilan borib o'qish kerak. Bizda bugun bizning jirliklarda azonni so'ngroq aytsalar degan, bu ular azon aytgan vaqt quyoshning oq vaqti. Quyoshning oq vaqti, ya'ni bu vaqtda ikindining vaqti chiqmagan. Hali quyosh soralanmagan ekan, demak namozni borib jamoat bilan o'qish kerak. Tağım bir tapqa aytamiz. Agar biror yerlikda azonni birinchi kulaga bilan aytmaylar ekan ikindaga. Azonni so'ngroq aytalar ekan ikkinchi kulaga bilan. Agar azon aytgan vaqtda jamoat bilan namoz o'qigan vaqtda quyosh sora tusga kirmadi ekan, quyosh oq ekan, borib namozni jamoat bilan o'qish kerak. Borib namozni jamoat bilan o'qish kerak. To'yib, ikkinchi masala. Agar azon qo'y bir jiliklarda masalan azonni aytadilar, endi quyosh soralana boshlaydi. Quyosh soralana boshlaydi. Nishlarga bu vaqtda bizga jamoat bilan namozni o'qishga amr etilgan. Sahobalar Anas ibn Malik shu ishtirom bo'lganlar. Agar azonni quyosh soralangach aytadilar ekan, sen namozni ikindi namozin uyingda vaqti kiruv bilan o'qi. Mana ikindining vaqti kirdi, shu vaqtda namozni o'qi. Lekin masjidda azon aytgandan so'ng borib masjidga jamoat bilan namoz o'qi. Lekin niyat nima bo'ladi? Niyat nafl namozi bo'ladi. Sunnat namozi, ya'ni borib shu hadisga ilagar uchun jamoat bilan bo'lar uchun, jamoat bilan namoz o'qish uchun boshda ikindini uyingda o'qiysan, farzni. Anarib azon ishkandan so'ng masjidga borib jamoat bilan nafl namoz o'qiysan. Ya'ni sunnat deb niyat qilsang, jamoat bilan imom bilan birga o'qiysan. Anlaşıldımı?